Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Ijtimoiy yo'nalishda muhabbatimiz bo'lgani uchun bir ko'rsatuv qilmoqchimiz. Agar nasib bo'lsa, davomli bo'ladi. Bugun ko'rsatuvimiz nomi Shanba yakshanba deb ijtimoiy yo'nalishda nom qo'ydik. Shanba yakshanba TV. Bunga asosiy maqsadlar shanba yakshanba kuni ko'pchilik dam oladi. Dam olgan kuni bir ko'rsatuv qilmoqchimiz. O'zimiz ham dam olamiz. Maqsadimiz Andijon viloyatidagi har xil soha vakillari bor. Doktorlar bo'ladimi, oshpazlar bo'ladimi, o'qituvchilar bo'ladimi? Shu tajribali insonlar bilan suhbat qurish va ijtimoiy tarmoqqa joylash. Bizi birinchi qahramonlarimiz Andijon Olimpiya zaxiralari oshxonasi xodimlari bo'ladi. Oshxonani ish faoliyati bilan tanishamiz. Bu yerda ishlayotgan xodimlar bilan suhbatlashamiz. Mohlaroy qizim, barakalla, o'qishlaringlar yaxshimi? Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Zo'r. Oshxonada sharoitlar qanaqa bu yerda? Sharoitlar zo'r. Ovqatlar, Bir mahal ovqat beriladi. Ovqatlari ham shirin. mazasi yaxshimi ovqatlarni? Zo'r. Sifatlari yaxshimi? Zo'r, sifatli, ozoda. Mevalar ham bormi? Bor. Meva, olma, banan har xil. Barakalla. Qaysi yo'nalishda o'qiysizlar? Sportda sinxron suzish turi bo'yicha shug'ullanamiz. Sinxron suzish yo'nalishi bo'yicha. Yaxshi. Eng haligi nima deydi, sizlarda rekord suzishinglar shu kungacha qancha bo'ldi, qizim? Biz ko'proq musobaqada chiqishlar qilamiz. Ha. Chiqishlarimizda eng qiyin programmalarimiz bor, osonroq programmalarimiz bor. Har xil. Hozir biz hammamiz bu yerda o'tirganlar master sportmiz. Sport ustasi. Master sport demak, sizlar katta mutaxassislar ekansizlarda o'zingizlarni yo'nalishinglar bo'yicha. Shunaqa desam bo'ladi. Barakalla qizim. Ertaga 9-may xotira va qadrlash kuni. Bugun adashmasam sizlar ketasizlar uyinglarga. Ha, kelamiz. Ertaga 9-may xotira qadrlash kunini qaysi tartibda o'tkazasizlar? Tartibimiz opa-odamimizni, buvamizni oldilariga borib, suhbatlashib, ozgina yaxshi kunimizni yaxshi o'tkazmoqchimiz. Ertangi kunimizni Xudo xolasa. Duolarini olib. Xudo xolasa. Ha. Rahmat. Sizlarga faqat omadlar tilaymiz, baxt tilaymiz. Kelajakda shu chempion qizlarimiz bilan birga suhbatlashganmiz. Mana bugun chempion bo'lib ketdi deb sizlarni eslab yurish hamisha nasib qilsin. Sizlar yaxshi o'qinglar, ota-onalar orzu qilgandek yaxshi farzandlar bo'linglar. Rahmat qizlar. Rahmat sizlarga. Xotira va qadrlash kuni bilan tabriklaymiz. Birinchi o'rinda o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin. Ikkinchi o'rinda siz bilan biz bir-birimizga o'ta qadrlimiz. Umrimiz uzoq bo'lsin, ko'p yashaylik. Hamma hojilarga, umralarga qayta borishlikka nasib qilsin. Xohlaymizmi, yo'qmi? Hayotda hammamiz qahramonmiz. Sababi farzand baqish ham, oilani tebratish ham, ishda ishlash ham bu qahramonlik ekan. Men oldin o'ylar edimda, Andijon viloyatimizda 10 dan oshiq qahramonlar bor ekan. Ismlarini adashtirib qo'ymay, bittasini aytib beraman. Xudo rahmat qilsin. Tavakkal Temirovich. Bu odamda Andijon viloyatimizga juda ko'p hissalari qo'shilgan insonda. O'ylab turib aytyapman, qahramon bo'lish uchun albatta jangga borib, biror joyda urushish kerak emas ekan. Qahramonlik siz bilan biz bugungi kunda farzand boqyapmiz. Farzandlarni voyaga yetkazyapmiz. Mahalla ko'yda o'zimizni yaxshi, namunali, yaxshi harakatlarimizni ko'rsatyapmiz. Farzandlarimizni birov havas qiladigan qilib yaxshi tarbiyalayapmiz ekan. Demak, siz bilan biz ham xohlaymizmi, yo'qmi, qahramon ekanmiz. Halol, sarishta, pokiza ishlab yuribmiz. Mana bugun shu oshxonada bugun faoliyat olib borayotgan qahramonlarimiz borda, ozgina bo'lsa ham e'tibor qaratgimiz keldi.
Andijon Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi oshxona xodimi Marhaboxon Artikova. Sizga 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida oilangizga fayzu baraka, ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Vatanimiz va jamiyatimizni rivojlantirish yo'lida amalga oshirayotgan ezgu ishlaringizga zafarlar yor bo'lsin. Hamisha sog' salomat, baxtli, omadli bo'ling. Marhaboxonaga ko'p yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha shu savobli ishni etagini mahkam ushlab, farzandlar tarbiyasida charchamang. Rahmat sizga, ko'p yashang. Xuddi shu tabrigimiz bilan Halimaxon Rahimova opa ko'p yashang, farzandlarni rohatini ko'ring. Rahmat. Xuddi shu tabrigimiz bilan Tohirjon Isroilov. Hozir akamiz xizmat safari bilan tashqarida ekan, bu yerda Dilshod akam bor. Dilshod aka shuni Tohir akamga topshirib qo'yasiz. Hojayalarimiz, Tohir akamiz bugungi kunda nuroniylarimiz. Shularni duosini olib yurish hamisha nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Hojaya necha yildan beri ishlaysiz shu yerda? 23 yil. 23 yildan beri shu yerdasiz. Ko'p yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Halimaxon opa, hozir ko'chada, Andijon shahrimizda chempionlarni ko'rib qolsangiz, sizni tanishadimi, tanishmaydimi? Kelishadimi, oldingizga ko'rishadimi? Ba'zida kelishadi, ba'zida kelishmaydi. Hojaye, bularga sababi birinchi o'rinda shuni aytib ketmoqchiman. Yurtboshimizga rahmat. Rahmat. Viloyatimizning rahbarlariga rahmat. Kompleks boshliqlariga rahmat. Shunchalik sharoit qilib beryapti. To'g'risini aytaman, shaxsan meni uyimda bu yerda iste'mol qilinayotgan narsalar yo'q. To'g'ri ma'noda tushuninglar. Bu yerda sportsmenlar, hamma yo'qda kaloriyasi, hamma yo'qda miqdori. Buning uchun men rahbariyatimizga, yurtboshimizga, viloyat hokimimizga katta rahmat aytaman. Men bu yerda kelib kuzataman, juda ovqatlar sifatli. Hozir bolalar bilan ham gaplashdik. Mazasi ham yaxshi. Bu harakatlaringlar uchun sizlarga katta rahmat. Ko'p yashanglar. Chempionlarni taniydigan, chempionlarni biladigan ustozlar bilan turibman. Bundan men ham faxrlanaman. Sizlarga rahmat. Hojayalar, endi hormanglar. Ozgina vaqtinglarni olamiz bizga. Ozgina vaqt ajratinglar. Ikki og'iz suhbatinglarni olamiz. Charchamay ishlayapsizlarmi? Hozir adashmasam soat 10lik ovqat berildi. Endi ikkinchi zavtrak berildi. Endi obedga harakat. Ish jarayoninglar kun bo'yi qanaqa bo'ladi, hoji opa? Biz o'sha 5:30-6da kelgan bo'limizcha shu bolalarga ovqat tayyorlash, ularni qornini to'ydirib, chiqarib olib, 4 mahal issiq ovqat bilan ta'minlash bilan ovoramiz kechgacha. Rahmat. Ovqatlarni ko'rdik, juda sifatli, juda mazali, kam emas. Katta rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Hojaye, bu yerda qaysi chempionlar ta'lim olgan? Shularga qaysilarini taniysiz? Bizda juda ko'p chempionlarimiz chiqqan. Ko'p komanda bo'yicha ham, boksdan, dzyudo sambolardan, voleybol, basketbol, keyin qo'l to'pi, gandboldan ham komandalarimiz chet ellarga borishib, katta musobaqalarda, hatto Amerikagacha ham borib kelishgan. Borib o'sha yerlarda musobaqalarda g'olib bo'lib kelishgan. Endi yana chempionlarimiz bor. Hasanboy Do'stmatovimiz o'zimizda o'qigan bolamiz ham. Iqboljon Haydarov, keyin Jasur Latiflar, Mujibulla degan bolamiz bor edi, yaqinda u bola ham chempion bo'ldi. Yayla. Bu yil ham ana to'xtamayapti, chempionlikda mahkam ushlab yuribdi. Ko'p, juda ko'p anaqa, yana hozir nimada esimga ham kelmay qoldi. Rahmat, kam bo'lmanglar. Menimcha sizlarni hozir bugungi kundagi faoliyatinglar shu chempionlarni tayyorlayotgan trenerlar bilan bir xil. Ular jismoniy holatini tayyorlaydigan bo'lsa, sizlar nima deydi, oziq-ovqat yo'nalishida tayyorlaysizlar ekan. Ikkalasi ham bir-biri bilan uyg'unlashib, xudo xolasa yurtimizga chempionlar chiqarishda sizlar charchamanglar, ilgari bo'lsin. Endi biz ijtimoiy tarmoqqa birinchi ko'rsatuv qilyapmiz. Agarda sizlarning duolaringlar bilan shu yurib ketadigan bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bir boshqa sohalarda ham doktor bo'ladimi, oshpaz bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, ta'lim sohasida bo'ladimi,
viloyatimizdagi bir qahramonlarni olib chiqmoqchimiz. Bugungi birinchi qahramonimiz sizlarsizlar. Agarda bu bizni ko'rsatuvimizda bir kamchiligi bo'lgan bo'lsa, bir nimadir bir noo'rin gapirgan bo'lsak, uzr so'raymiz, bir kelajakda buni to'g'rilab olamiz deb umid qilamiz. Ijtimoiy tarmoqda shanba va yakshanba degan ko'rsatuv tashkil qilyapmiz. Ikki og'iz o'zimizni ko'rsatuvimiz haqida men ham gapirib qo'ymoqchiman. Nimaga endi shanba yakshanba deyilishi ko'pchilikga qiziq. Birinchidan yengil so'z. Ikkinchidan shaxsan men va atrofni kuzatadigan bo'lsam, boshqa qadrdonlarim ham biror yumushni rejalashtiradigan bo'lsa, "Key bolam, shanba yakshanba qilamiz. Key bolam, shanba yakshanba kuni stadionga boramiz. Shanba yoki yakshanba kuni o'zim ochiqib beraman. Shanba yakshanba kuni birorta kitobni o'qiymiz, ma'naviyatimizni shakllantirgani. Shanba yakshanba qilamiz" deb shuni rejalashtiramiz ekan. Shuning uchun ko'rsatuvimiz nomini shanba yakshanba qo'ydik. Ko'rsatuvimizni shanba yakshanba qilamiz va shanba yakshanba kuni odamlar ham, xalq ham dam oladi ekan. Shanba yakshanba kuni agar nasib bo'lsa ko'riladigan ko'rsatuv bo'ladi. Sizlar bizga vaqt ajratganinglar uchun katta rahmat. Charchamanglar, hamisha shunaqa sog' salomat, chiroyli yurishinglar tarafdorimiz. Ertaga 9-may xotira va qadrlash kuni. Menimcha dam olish bo'ladi, sizlar ham dam olsanglar kerak. Xotira qadrlash kuni qanday o'tkazasizlar sizlar? Xo'jayi? Xotira qadrlash kunida o'zi bugundan to'g'risi eski oldin bu yerda bizda oshxonada ishlagan ancha tovurlarimiz bor, ayollarimiz bor, ular mehnatlar qilib o'tib ketishdi. Joylari jannatda bo'lsin, hammasini kechadan beri eslayman ularni hammasini. Xudo rahmat qilsin. Juda ham qarindosh urug'larni qaynotamiz bilan dadamni hammani ziyorat qilgani boramiz. Bizni eshik ham katta eshik. Uyimizga Xudo xolasa singillar, qaynopam, qaynsingillarim hammalari keladi. Eslab qadr nima deydi, shunaqa eslab Xo'jayi turamiz. rahmat. Hali bir yuqorida aytib ham o'tdik. O'tganlarda Xudo joylarini jannatdan qilsin, so'roq savollarni yengil qilsin. Endi qadrlash deganda albatta siz bilan biz ham umrimiz uzoq bo'lsin, bir-birimizni qadrlashga Xudo nasib qilsin, yuzimiz yorug' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Ko'p yashanglar, yaxshi ishlanglar. Rahmat. Sizlarga ham ishlanglar, bardavom bo'lsin. Rahmat. To'xtab qolmasin. Yangi boshlanayotgan ishinglarga rivoj, omadinglarni bersin. Duoda bo'lib turasizlar. Duoda orqasidanlar agar peredachamiz chiqadigan bo'lsa, like bosib qo'yish kerak ekan. Albatta like'lar bosamiz. Like'lar bosamiz. Rahmat sizlarga, ko'p yashanglar uchun. Tinch bo'linglar. Bugungi ko'rsatuvimiz hamkorlari Andijon Olimpiya va Paralimpiya sport turlari tayyorlash markazi, viloyat madaniy meros boshqarmasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Nuroniy Andijon shahar bo'limi.